Assalomu alaykum Gulays opa, yaxshimisiz? Yaxshi oldingizmi muolajalarni? Rahmat, Bugun nechanchi kun sizga? Bugun ikkinchi kun. Davolar muolajalarimni olyapman. Men Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shaharidan kelganman. Yo'tal bezovta qilasizda. Ko'p joylar davolarni foydasini bilmadim. Lekin shaharda tavsiya qildilar, Instagram orqali keldim. Haqiqatdan maqtaganlaricha bor. Muomalalari gap yo'q, muolajalari vahshiyatda zo'r. Bugun menga ikkinchi kun yo'talganim yo'q, yaxshi yotdim. Hamma muolajalarni olyapman. Uzoq viloyatlardan kelib davolanayotganlarga ham yotar joylari bor. Maqtash bo'lmasin, hamma sharoitlar joy-joyida. Uch mahal issiq ovqatlari bor ichida. Hamma narsalari joy-joyida. Kelib, lecheniya olib, shu menga o'sha yo'taldan qiynalayotganlarga tavsiya qilib qolardim. Juda yaxshi joy, ketgan pulingizgacha zachimaydi. Hammalari taklif qilib qolaman. Juda yaxshi. Ikkinchi kunda rezultati a'lo. Rahmat hamma shifokorlarga, qarayotgan medsestralarga. Hammalari muomalalari birinchi gap yo'q. Muomalalari o'zida olib qo'yadi insonni, bemorlarni. Sog' bo'linglar. Katta rahmat sizga, salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p.